Mana shunday ko'ngil xiraliklarning ko'pi aslida bo'lmasligi kerak, lekin Allohning irodasi insongarchilik ham bo'ladi. Qizini umid bilan bir yerga uzatadi, to'y qiladi, kuyov topadi, nikohlaydi. O'sha yerda demak tub qo'ysin, palak otsin deb duolarni qilib, o'sha yerda baxtli bo'lib, bola chaqali bo'lib, o'g'li juvoli bo'lsin duo qilib yuboradi. Lekin ming afsuski bir muddatdan keyin qiz qaytib kelyapti. Mushkulat. Bitta oilada yangi bir muammo paydo bo'ldi. O'zi o'g'lini uylaganida yana yetarli tashvishi bor edi, uni ustiga umid bilan uzatgan qizi qaytib kelib qoldi. Yana yangi bir muammo. Endi mana shu yerda Allohning qazoyi qadari borligini unutmaslik kerak. Ba'zi bir odamlar o'sha qizlarga darsnom berar ekan, u qilar ekan, bu qilar ekan. Bu ham bo'lmaydi. Rasul akram alayhisolatu vassalomning bir hadislarini Imom Hasan Marvaziy o'zining yaxshilik va silai rahim kitobida keltirgan. Bu kitobni mana birodarim Muhammad Said Buxoriy qo'l yozmadan topib chop qilib chiqargan edi. Men sharh qilib sizlarga taqdim qilganman. 2 juzli katta kitob. Nihoyatda shu qarindosh urug', oilaviy aloqalarni yechimlari o'sha kitobda kelgan. O'sha kitobni o'qigan azizlardan bittasi men bilan hamroh bo'lib ketyapti, aytayapti. Tashakkur aytgandan keyin aytayapti-ki, mana shu kitobdan topdim bir yechimni deydi. Nimani desam, mana bir birodarimning qizi kelin bo'lgan joyidan qaytib kelib qolgan edi. Shu qizni hech qo'ymasdi otasi. Sen nimaga kelding? Seni nima qiluvdim deb haligi qizni qaytib ketish imkoni yo'q. Ota qo'ymay siqadi buni deydi. Keyin o'sha kitobni o'qisam shunda bor ekan. Ha, bor. Rasul akram alayhisolatu vassalom sahobai ikromlardan biriga aytganlar. Men senga eng yaxshi sadaqani yoki sadaqalarda ham savobi ko'p narsani aytayman deganlar. Ha, Allohning rasuli ayting deganlarida o'zini ayol zotidan bo'lgan yaqin kishisi oilasi buzilib qaytib kelsa, qaramog'iga odam qolmasa, shunga pul sarflagan odam eng yaxshi odam bo'ladi. Sadaqani eng yaxshisini qilgan bo'ladi yoki sadaqadan ham yaxshiroq savobli ishni qilgan bo'ladi deganlar. Ana o'shanaqa oilasi buzilib qolgan, ayol kishi boradigan joyi yo'q, qiynalib qoldi, ishlay olmaydi. Ana shunga qarasa, shuni boshini silasa, ko'nglini ko'tarsa, taom bersa, kiyim bersa, boshqa qilsa, dunyodagi eng yaxshi sadaqa shu ekan. Sadaqadan ham yaxshi amalni demak qilgan bo'lar ekan. Ana bizning dinimizda ana shunaqa oilasi buzilib, qarovsiz qolgan ayol zotiga shunchalik e'tibor berilgan ekan.